Assalomu alaykum. Meni ismim Zuhra, familiyam Obidova. Futbolga kirib kelishimdan maqsad yoshligimdan juda ham qiziqqanman. Mahallalarda, kichkina arenachalarda o'ynayotgan bolalarni, mahalladagi nimalarni ko'rib, qiziqishim juda ortgan va futbolga shu orqali kirib kelganman. Andijonkada 2018-yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Bu men uchun juda ham boshqacha tuyg'u, buni ta'riflab bera olmayman. Andijonka jamoasida to'p surib kelayotganimdan juda ham faxrlanaman. O'tgan yil 2-o'rinda egalladik. Xudo xohlasa, keyingi yillarga 1-o'rinni egallashga va'da beramiz va harakat qilamiz komandamiz bilan. Bu mavsum uchun Xudo xohlasa harakat qilamiz. 2-o'rin bilan cheklanib qolmaymiz. Oliy ligaga chiqishga harakat qilyapmiz va qizlarimiz sekin-sekin asta tajriba orttirib borishyapti. Xudo xohlasa 1-o'rinni egallashga va'da beramiz. Andijonka jamoasida muhit juda ham zo'r. Hamma qiz bir-birini poddeshka qiladi, qo'llab-quvvatlaydi. Andijonka jamoasi doim mehr-oqibat va qo'llab-quvvatlashi bilan hamma komandadan ajralib turadi. Futbolda kirib kelishimda juda ham qiyin bo'lgan. Boshida chunki o'zimdan katta yoshli qizlar bo'lgan, Oliy ligada birinchi to'p surganman. Unda eng katta yordam bergan trenerimiz Orif Mamadkazim bo'lgan. Keyin Oygul opam, Hurmatov opamlar juda ham katta yordam bergan. O'zini ustida harakat qilib, kelib shu yerga biz bilan birga trenirovka qilsa ham bo'ladi. Hozir juda ham futbol rivojlangan. Yangi qizlarni olyapmiz, shu mahallalardan o'zimizga sekin-sekin asta yig'ib kelyapmiz. Hamma qo'llab-quvvatlayotgan odamlarga juda ham kattakon rahmat. Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlayotganlarda ishonchini oqlab, 1-o'rinni olib Oliy ligaga chiqishga albatta harakat qilamiz.